Navbatdagi savolimiz, mavzuyimiz ko'paytirish taqsimot qonuni haqida gaplashishimiz kerak. Bu yerda misol tariqasida ko'rsatilyapti. Bizda qoida bor. Ko'paytirish taqsimot qonuni, masalan, b ko'paytiruv s bo'lsa, mana bu s ni qavsdan tashqariga chiqarib, mana s qilib turib, qavsning ichida b qo'shuv s qilib yozsa bo'ladi. Ya'ni hozir bizning misolimizda 36 bir xil bo'lgani uchun mana shuni chiqarib 22 mana e'tibor bering va 28 ni qo'shuv shaklida yozib olsa bo'ladi mana. Mana shuni taqsimlangan, ya'ni 36 ni ikkalasiga taqsimlab yozganni qavsdan tashqariga chiqardik. Bu ikkalasini qo'shamiz. 22 ga demak 28 qo'shsak 50 bo'ladi. 50 ni 36 ga ko'paytirsak, demak 1008 bo'ladi. Agar siz buni bunga ko'paytirib qo'shsangiz ham 1800 chiqadi. Lekin siz taqsimot usulida osonroq hisoblashingiz mumkin. Yoki masalan ayrish bo'lsa, bu yerda bir xillariga e'tibor bering, 25 turibdi. Qavs ichida 26 ayru 24 bo'ladi. Buni ayirsam 2 chiqadi. Demak 25 ni 2 ga ko'paytirsam 50 bo'ladi. Demak bu 50. Bu taqsimot qonuni faqat oddiy sonlar uchun emas, mana kasr sonlar uchun ham bir ko'rib o'tamiz. Navbatdagi savolimizni boshlaymiz. Ko'paytirishi taqsimot qonuni haqida gaplashamiz. Mana misolimiz berilishi, endi qo'shishni ham ayrishni ham ko'rib o'tamiz. Ikkita misol. E'tibor bering, bu yerda bir xili avvalgi misollarimizda son bo'lsa, bu yerda kasr turibdi. 4.11 dan 4 qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz va qavs ichida 11.7 dan 5 va 6.7 dan 2 qoldi. Mana bu ikkalasini yozdim. Qo'shuv bo'lgancha o'rtaga qo'shuv qo'ydim. Va endi qo'shamiz. 11 ga, demak 6 ni qo'shsam 17. Bu yerda esa mana 17 bo'lsa, mahraj 7 va bu yerda 5 qo'shuv 2. Xullas 18 chiqar ekan. Ikkalasini qo'shib olganimiz uchun, demak 18 bu yerda mana aralash kasrni va ko'paytirib 18 qilyapmiz. Aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantirsa 48 bo'ladi. 18 ga ko'paytirib, xullas bu oddiy amallar, ko'paytirish muammo emas. Hozirgi mavzuyimiz mana buni, ya'ni bir xilni qavsdan tashqariga chiqarib yuborish, mana shu ko'paytirishi taqsimot qonuni ekan. Va mana pastidagiga e'tibor bering. Masalan, bunda aralash kasrlarda ayrish kelyapti. Bu yerda mana bu bir xil bo'lgani uchun qavsdan tashqariga chiqarsak 11.7 dan 5 ayrilgan 6. demak 7 dan 5. Endi 11 dan demak 6 ni ayirsam 5 bo'ladi. Bu yerda esa tepada 5 ayru 5 bo'ladi. 5 dan 5 ayirsam esa 0 chiqadi. Xullas 4.4 dan 1 ko'paytiruv 5 bo'ladi. Mana buni aralash kasr noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Buni bunga ko'paytirib qo'shamiz. 48 bo'ldi. 11 dan 48, keyin ikkalasini ko'paytiramiz va bu yerda nima bo'ladi? 240 bo'ladi. Bu noto'g'ri kasr bo'ldi. Endi buni aralash kasrga aylantiradigan bo'lsam, mana 21.11 dan 9 bo'ladi. Endi e'tibor bering, avvalgi misolimizda mana oddiy sonlar edi. Bu yerda esa mana kasr ko'rinishida. Farqi shunda bo'ldi. Demak, shu ko'paytirishi taqsimot qonuni ekan. Navbatdagi savolimiz, demak, ikkita kasrni mana shunaqa ko'paytirish taqsimot qonuniga ko'ra ochib ishlashni o'rganib chiqamiz. Bu yerda ikkitalik va bu yerda aralash kasr qatnashgan uchtaligi murakkablarni ko'ramiz. Dastavval mana bu misol. Qavsning oldidagi sonni bitta bu kasrni va bitta bu kasrni yoniga ko'paytiruv shaklida qo'yib olamiz. Mana qo'yib oldik 24 ni va endi qisqartiramiz. Masalan, mana bu kasrimiz uchun 24 bilan demak 12 qisqarsa 2 ta bor. Yoki mana bu kasrda 8 bilan demak 24 qisqarsa 24 ichida 3 ta bor. Va o'sha 5 2 ga va 3 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 10 dan demak 9 ayirsak 1 chiqadi. Agar siz buni umumiy mahraj berib 24 ko'paytirsangiz, ancha qiyinlashadi. Bu yerda esa osongina, yengil adashmasdan javobini topdingiz. Yoki mana bu yerda birinchi navbatda aralash kasrlar noto'g'ri kasr aylantirib olish kerak. Demak, aylantirib yozib olamiz. 12 13 bo'lyapti, 4 5 bo'ladi va mana bu o'zi to'g'ri kasr. Buni esa o'z holicha yozib olamiz. Va endi bu avvalgi misolimizga tushib qoldi. Mana to'g'ri kasr bo'lib, har bittasini shu kasrni yoniga ko'paytirish qilib yozib olamiz mana. Hammasini qo'shuv bo'lsa, qo'shuv, ayruv bo'lsa, ayruv qilib yozib oldik. Endi har bittasini qisqartirib chiqamiz. 12 bilan 4 qisqaradi. Demak, 3 ta bor. Yoki mana keyingi kasrimiz 2 ga bo'linadi. 6 ta bor 12 ning ichida. Yoki mana bunda esa 6 dan esa 2 ta bor. Xullas, mana shularni esa ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni 13 3 ga ko'paytiramiz, 6 ni 5 ga ko'paytiramiz va 5 ni 2 ga ko'paytirar ekanmiz. Mana shu yerda 2 bor. Xullas, endi hisoblaymiz. Bu 39 bo'lyapti. Bu esa 30 bo'ldi.
Bu yerda esa 10 bo'lyapti. Endi hammasini hisoblaymiz. Bu bilan 69 10 ni ayiradigan bo'lsak 59 degan javobga ega bo'lamiz. Xullas, bizning javobimiz 59 ekan. Bu yerda ikki xil vaziyat ko'rildi. Siz aralash kasr bilsa va natur kasr qilib olish yodingizdan chiqmasin. Endi keyingi misollarimizga o'tamiz. Navbatdagi savolimiz bo'lishni kasr ko'rinishi haqida gaplashamiz. Bu yerda bir qoida bor. A bo'lingan B bo'lsa, A ni tepaga, B ni esa pastga yozib olib, kasr ko'rinishiga o'tkazib olsa bo'ladi. Ya'ni, masalan, 18 ni bo'lib 3 turibdi. Buni 18 ni tepaga, 3 ni pastga qilib kasr ko'rinishida yozib olsak bo'ladi. Endi 18 3 ga bo'lsa 6 chiqadi. Bu agar yozilmagan taqdirda ham sizda mana shunday tursa bo'ladi. Yoki mana masalan 15 bo'lingan 25 turibdi. 15 ni tepaga, 25 ni esa pastga qo'yar ekanmiz. Mana bu formula yordam beryapti. Bu yerda qisqaradi. 15 bilan 25 5 ga qisqarsa, bu yerda 5 ichida 3 ta 5 ta bor. Xullas, mana shu ko'rinishini yozib olishimiz, mana bu bo'luvni kasr ko'rinishida yozib olish deyiladi. Qisqarsa qisqartiriladi. Demak, shundan iborat ekan. Navbatdagi mavzuyimiz o'nli kasrni oddiy kasrga aylantirish haqida gaplashamiz. Mana shu yozilgan har bitta misolimiz o'nli kasrlar ko'rinishida turibdi. Endi birinchi navbatda o'qilishidan boshlaymiz. Agar virguldan keyin bitta son bo'lsa, bu 10 dan deb o'qiladi. Demak, mana shuni o'qiydigan bo'lsak, 10 dan 1 ekan. 0.1 deb o'qiymiz. Agar masalan butunli son qatnashsa, o'sha butunni aytib, masalan 15.6 deb o'qiymiz. 15.6. Agar virguldan keyin ikkita son qatnashsa 100 dan deb o'qiladi. Masalan, mana buni o'qilishi 0.175 deb o'qiymiz. Mana shuni o'qilishi. Endi har doim 0 butun kelavermaydi. Masalan, 2 butunli bo'lsa, 2 butun 100 dan 15 deymiz. Ikkita son bo'lgani uchun 100 dan deyamiz. Agar 3 ta son bo'lsa, 1000 dan deb o'qiladi. Masalan, mana shu 0.1000 da 201. Agar 4 ta son bo'lsa, 10.000 dan deb o'qiladi. Demak, mana shu 9.10.000 dan 51 deb o'qiladi. Endi buni kasr ko'rinishiga aylantirish uchun bularni nima deb o'qilsa, shunday deb yozib olinadi. Masalan, mana buni hozir biz aytdik, 0.10 dan 1 dedik. Mana 10 dan 1. Bo'ldi, tugadi. Mana shuni ishlanishi. Ya'ni mana o'nli kasrdan kasrga o'tdik. Nima deb o'qilsa shunday yoziladi. Yoki mana buni qarang. Nima deb o'qiymiz? 15.10 dan 6 bo'ladi. Mana shunday deb yoziladi. Faqat bu yerda qisqaradi, bu davom etadi. 15.5 dan 3 bo'ladi. Xullas, nima deb o'qilsa, virguldan keyin bitta son bo'lgancha mana 10 dan 6 bo'lyapti. Endi virguldan keyin e'tibor bering, ikkita bo'lgani uchun 100 dan deb o'qiymiz. 0.100 dan 75 mana ikkita son bo'lib yozilyapti. Endi bu qisqaradi 25 ga, bu 4 dan 3 bo'ladi. Sizga hozir mana bu yozilishi muhimroq. Agar mana bunga e'tibor beradigan bo'lsak, 2.100 dan 15 bo'ladi. Yoki mana bu 3 ta bo'lsa, 0. Demak 1000 da o'sha 201 bo'ladi. 0 butun yozilmaydi, shuning uchun yozmayapmiz. Va mana bu esa 10.000 turibdi, chunki 4 ta o'sha son raqam qatnashgani uchun 9 butun, demak 10.000 dan 51 bo'ladi. Mana shularga e'tibor berasiz. Biz hozir o'nli kasrni oddiy kasrga aylantirishni gaplashdik. Endi esa oddiy kasrni o'nli kasrga aylantirish haqida gaplashamiz. Navbatdagi mavzuyimiz, demak, oddiy kasrni o'nli kasrga aylantirish. Avvalgi misolimizda o'nlini oddiyga aylantirgandik. Endi esa oddiyni o'nliga aylantirish haqida gaplashamiz. Mana buni nima deb o'qiymiz? 6.10 dan 7 mana 6.10 dan 7. Bo'ldi, tugadi. Mana shu o'nli kasrga aylandi. Yoki mana masalan qarang, buni butuni yo'q bo'lsa, 0 butun qo'yiladi-da, 0.6 deb yozamiz. Mana 0 bo'lgan uchun 10 dan 6 bo'ladi. Yoki mana buni qarang. Mana shu yerga diqqatliroq bo'ling. Mana shuni 0.5 qilsangiz xato bo'ladi. Chunki bu 0.5 bo'lib qoldi. Mana bu yerda 100 dan turgani uchun mana bu yerga bitta 0 qo'yishingiz kerak. Ya'ni 0.5 bo'ladi. Mana shuni qilib to'ldirishingiz kerak. Ikkita raqam qo'yilishi kerak. Endi keyingisi. Mana bu yerda o'zi ikkita raqam to'ldirilgan 2.15 bo'ladi. Yoki mana buni olaylik. 4. Demak 1000 da 263 bo'ladi. Endi bu 3 ta bo'lgani uchun o'zi mos tushadi. Endi mana oxirgi misolimizga qarang. O'zi ikkita raqam turibdi. Bu yerda 10.000 turibdi. Va mana bu yer 0 butun bo'lgani uchun, demak 0 butun 10.000 dan mana ikkita 0 qo'yamiz, keyin 51 deb o'qiladi. Demak, shu hozir tushuntirganlarimiz oddiy kasrni o'sha o'nli kasrga aylantirish haqida gaplashdik.